Nubuvat. Bu umumiy sarloha ostida vahiy, nabiylik, rasullik va ularga tegishli masalalar haqida bahs yuritiladi. Vahiy nima? Vahiyning lug'atdagi ma'nosi maxfiylik va tezlikdir. Ulamolar ta'rifida vahiy Alloh taoloning o'z payg'ambarlariga maxfiy ravishda zudlik bilan yuborgan diniy ko'rsatmasidir. Vahiy farishtalar orqali yoki bevosita Alloh taolo bilan roz aytish, sirli gaplashish orqali ham bo'lishi mumkin. Nubuvat va risolatning ma'nosi. Nubuvat lug'atda naba, muhim xabar berish va yuqorilash degan ma'nolarni bildiradi. Nubuvat Alloh taolodan bo'lgan xabarning vahiy yo'li bilan u zotning o'z bandalari ichidan tanlab olgan shaxsga yetishidir. Binobarin nabiy Allohdan muhim xabar olgan va martabasi yuqori shaxs bo'ladi. Arablarda birovga yuborilgan maktub ham risola deyiladi. Birov tomonidan yuborilgan elchi ham rasul deb ataladi. Shundan kelib chiqib, Alloh taolo yuborgan muayyan diniy ta'limotlar to'plami risolat deyiladi. Uni odamlarga o'rgatish amr qilingan elchi rasul deyiladi. Nabiy va rasul orasidagi farq. Nabiy va rasul orasidagi farq haqida bir necha fikrlar zikr qilingan. Birinchi, Alloh kimga osmondan xabar bersa va o'sha xabarni boshqalarga yetkazishni amr qilsa, mazkur odam nabiy va rasuldir. Ammo xabar bersa-yu, lekin uni boshqalarga yetkazishni amr qilmasa, nabiydir, rasul emas. Xulosa shuki, rasul o'ziga kelgan payg'ambarlikni o'zgalarga yetkazishga amr qilingandir. Nabiy esa bunga amr qilinmagan. U payg'ambarlikni boshqalarga yetkazadimi, yetkazmaydimi, baribir. Ikkinchi, rasul umumiy bo'lib, farishtalardan ham, bashardan ham bo'laveradi. Uchinchi, rasul yangi shariat bilan keladi. Nabiy yangi shariat bilan kelmaydi. Balki oldingi shariatga amal qiladi va o'zgalarni ham o'shanga amal qilishga chaqiradi. Anbiyo va rasullarga iymon. Musulmonlarga Alloh taolo o'z kitobida nomlarini zikr qilgan payg'ambarlarga iymon keltirish vojibdir. Alloh taolo ismlarini va adadlarini faqat o'zi biladigan nabiy va rasullarni yuborganiga ham iymon keltirmoq vojibdir. Payg'ambarlar haqida yuqorida batafsil suhbatlashdik. Payg'ambarlarning vazifalari. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning birinchi vazifalari mo'minlarga xushxabarlarni va kofir va osiylarga ogohlantirishni yetkazishdir. Ular mo'minlarga savob, ajr va jannatning xushxabarini yetkazadilar. Kofirlarga esa azob, uqubat va jahannamning xabarini berib, ularni ogohlantiradilar. Shu bilan birga eng muhimi, odamlar o'rtasidagi ular ixtilof qilgan narsalarda haq kitob bilan hukm qilib, haqni haqqa, botilni botilga ajratadilar. Ibodatga sazovor zot yagona Alloh ekanini anglatish, u zotga iymon keltirishga da'vat qilish va faqat u zotga sig'inishga chaqirish barcha ilohiy diyonatlar va payg'ambarlarning vazifasi bo'lgan. Payg'ambarlarning mo'jizalari. Mo'jiza so'zi lug'atda ojiz qoldiruvchi degan ma'noni anglatadi. Chunki boshqalar mo'jizani keltirishdan ojiz qoladilar.
istilohda esa Allohning izni ila payg'ambarlarga ularning payg'ambarligini tasdiqlash uchun berilgan odatdan tashqari boshqalarning qo'lidan kelmaydigan ish mo'jizadir. Kofirlar odatda payg'ambarlarni inkor qilish bilan birga o'z noma'qulchiliklarini hasposhlash maqsadida doimo turli bahona, takliflar qilib, mo'jiza ko'rsatishni talab etib turishadi. Avvalgi o'tgan barcha payg'ambarlarga ham kofirlar xuddi shunday takliflar qilishgan. Alloh o'z payg'ambarlarining haqligini tasdiqlash, kofirlarni ojiz qoldirish, mo'minlarning iymonlarini mustahkamlash uchun payg'ambarlarga o'z zamonasi va qavmiga mos mo'jizalarni bergan. Nabiy alayhissalomning mo'jizalari. O'tgan payg'ambarlar o'zlariga berilgan mazkur moddiy mo'jizalarni o'z o'rnida ishlatganlar. Lekin ularning vafotlari bilan birga mo'jizalar ham amaldan qolgan. Chunki ularning payg'ambarliklari ma'lum bir qavmga, ma'lum bir makonga va ma'lum bir zamonga bog'liq bo'lgan. Muhammad alayhissalomga esa abadiy va ulkan mo'jiza qilib Qur'oni Karim berilgan. Chunki u zotning payg'ambarliklari qiyomat qoyim bo'lguncha barcha xalqlar, makonlar va zamonlar uchun bardavomdir. Shuning uchun u zotga moddiy emas, ma'naviy va boqiy mo'jiza, Qur'oni Karim asosiy mo'jiza qilib berilgandir. U zoti va barakot o'tganlaridan so'ng ham mo'jizalari bo'lmish Qur'on to qiyomat qoyim bo'lguncha barhayotdir. Shu boisdan ham qachon mushrik va kofirlar u kishidan payg'ambarliklarini tasdiqlovchi mo'jiza talab qilishsa, Qur'oni Karimni ro'baro qilganlar. Boshqa payg'ambarlarga ulkan mo'jiza bo'lib xizmat qilgan narsalar Muhammad alayhissalom uchun oddiy bir ish edi. Deyarli hamma payg'ambarlarga berilgan mo'jizalarga o'xshash ishlar Muhammad alayhissalom hayotlarida ham bo'lib o'tgan. Bu haqdagi xabarlar hadis kitoblarida bor. Lekin unday holatlar takrorlanaverib, oddiy bir holatga aylanib qolganidan katta shov-shuv qilinmagan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklari bilan anbiyolar kelishi oxiriga yetdi, kesildi, tugadi. U zot sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik qasrining oxirgi g'ishtidirlar. Alloh taolo u zot sallallohu alayhi va sallam bilan payg'ambarlik qasrini kamolga yetkazib, eshigini yopdi. Ilohiy kitoblarga iymon. Ilohiy kitoblarga iymon keltirish islom aqidasidagi arkonlardan biridir. Ushbu aqidasiz ham iymonli bo'lish mumkin emas. Ilohiy kitoblarga iymon keltirishning ma'nosi o'sha kitoblarning Allohning kalomidan iborat ekaniga ishonmoqdir. Biz Alloh taolo o'z payg'ambarlariga kitoblar tushirganiga umumiy iymon keltiramiz. U kitoblarning haqiqiy soni va ismlarini Alloh taoloning o'zi biladi. Shu bilan birga Alloh taolo Qur'oni Karimda ba'zi ilohiy kitoblarning nomini aytgan. Birinchi, Ibrohim alayhissalomning sahifalari. Ibrohim alayhissalomga tushirilgan vahiylar to'plami sahifalar deyilgan. Ulamolarimizning aytishlaricha, ular ma'lum varaqlar bo'lib, kitob darajasiga yetmagan. Ikkinchi, Zabur. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zaburni nozil qilgan. Zabur so'zining lug'aviy ma'nosi maktub, ya'ni yozilmish deganidir. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. Uchinchi, Tavrot.
Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrotni nozil qilgan. Tavrot so'zi ibroniy tilida ta'lim yoki shariat degan ma'nolarni anglatadi. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrot nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 4. Injil. Alloh taolo Isa alayhissalomga Injilni nozil qilgan. Injil yunoncha lafz bo'lib, bashorat ma'nosini bildiradi. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Isa alayhissalomga Injil nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 5. Qur'on. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on tushirilgan. Qur'on lafzining lug'aviy ma'nosi o'qish deganidir. Hozirgi kunda buzilmay, o'zgarish kiritilmay qolgan haqiqiy birdan-bir ilohiy kitob Qur'oni Karimdir. Qur'onni ulamolarimiz quyidagicha ta'riflaydilar. Qur'on Allohning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirgan, tilovati ibodat hisoblanadigan, ojiz qoldiruvchi kalom.